Salomlashib o'tirmayman do'stlar, birdaniga mavzuga o'taman. Agar siz biror nimaga erishmoqchi bo'lsangiz, buning uchun maqsadni tuzib olishdan ham oldin keraksiz narsadan voz kechishingiz kerak. Sizga ortiqcha bo'lgan, sizga maqsadingizga o'zi foyda bermaydigan narsa nima? Agar maqsadingiz aniq bo'lsa-da, maqsadingizga xizmat qilmaydigan narsalarning barchasini kesib tashlash kerak. Xuddi miyangizdagi neyronlar sizga kerak bo'lmagan va siz ortiqcha deb hisoblagan neyronlarni, o'sha bir sinapslarni kesib tashlagani kabi. O'shanda u o'z kuchini tiklay oladi va harakatga o'tadi. Siz ham shunday bo'lishingiz kerak. Buni qanday qilamiz? Ana masalan, sizning maqsadingiz ingliz tilini o'rganish. Bunda siz telefon bor. Albatta, telefonsiz o'rgana olmaysiz tilni, to'g'rimi? Kurslarga borishingiz mumkin, lekin tilni o'sha podkast eshitasiz yoki ChatGPT bilan shu tilda muloqot qilishingiz mumkin. Lekin undan ham boshqa telefonda undan ham boshqa programmalar bor. Ular ham o'ziga chorlaydi sizni. Bunda siz faqatgina o'sha ortiqcha davolarni o'chirib tashlab yoki uyqu rejimiga qo'yib, o'zingizda maqsadingizga olib boradigan, nima desam ekan, maqsadingizga yetaklaydigan nimalarni qoldirishingiz kerak, unga xizmat qiladigan programma. Keyin odatlarni ham, ortiqcha kerak emas deb hisoblaganlarni hayotingizdan olib tashlang va agar siz mana shu odatlarni mana shu eski odatlaringizga qaytmasangiz, o'sha joy bo'shab qoladi. Bu chunki shuncha yildan beri bajarib kelganingiz uchun bu avtomagistral yo'lga aylanib qo'yganda, bunday aytganda, avtomas endi magistral yo'lga aylanib qolgan. Keyin yangi odatga qaytishingiz qiyin bo'lishi mumkin. Yangi odatni qo'lga yangi odatga nima edi? Hozir uzr, gapimni yo'qotib qo'ydim. Yangi odatga kirishish deydimi, nima deydi hozir? Men boshqa tilda o'ylab ketdi, to'g'risini aytsam. Xullas shunaqa. Keyin aytganimdek, bunda joy bo'shab qoladi. Siz eski odatga qaytmaganingizda joy bo'shaydi va miyangiz bu yerda bo'shliq hosil qiladi, vakuum hosil bo'ladi. Agar siz o'sha bo'shliqni o'zingizga kerakli maqsad bilan to'ldirmasangiz, bu albatta sizga keraksiz bo'lgan narsa bilan to'lishga urinadi. Yoki bo'lmasa u o'zini eski odatlarini chorlab boshlaydi. Eski odatlarni qaytarishga urinadi miya va bunda siz iroda kuchidan shunchalik miqdorda u iroda kuchini sarflaydiki, katta miqdorda talab qiladi. Siz bunda anchayin holsizlanib qolishingiz mumkin. Shuning uchun o'sha eski odat keldimi, odatga qaytish fikri yoki o'sha xohlayapsizmi? Misol uchun shirinliklardan voz kechdim dedingiz, lekin yana shirinlik yegisi kelayotgan bo'lsa, uni yemasdan o'zingizni to'xtating va avtomatik ravishda o'sha boshqa o'zingizga kerak deb bilgan maqsadingizga o'tib keting. Ya'ni hech bo'lmaganda bir 2 ta yoki 3 ta inglizcha lug'at yodlang, gap tuzing. Shu bilgan so'zlaringizdan o'zingizni chalg'iting, bilasizmi? Mana shu borki 15 minutlardan keyin o'z kuchini yo'qotadi. Agar siz mana shu 21 kun davomida takrorlasangiz, juda keyin iroda kuchingiz kuchga to'ladi va psixologiyada ACT degan anavi bor, bir termin bor. O'sha bu sizni yoqtirmagan ishlaringizni qilganingizda ham bu kuchayadi. Ya'ni kognitiv mushak deydimi, shunaqa narsa. Siz unda kuchga to'lasiz va oddiy qarorlarni ham osonlik bilan qabul qilib, qiyin ishlarni ham bajara olasiz. Agar buni doimiy ratsioningizga kiritsangiz. Bu birinchi qism. Yana qiziq bo'lsa, iltimos, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentda yozing. Albatta javob berishga harakat qilaman.